Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz ekonom pechkalarni chiroyli qilib obzorini, narx-navolarini yoritib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rsalang, hamma ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Bu ekonom pechkamizda ma'lumotlarni berib o'tadigan bo'lsak, tepa pasti ikkilik stenadagi, ikkilik qalinlikdagi stenada bo'lgan, o'rtasi 208 lik bo'lgan. Mana bunaqa o't yonadigan joy. Yonida mana bunaqa orqasida tapchanlari bor, tepasi gullari bor. Keyin bu gul bilan birga, buni chiroyli qilish bilan birga tepasiga zashita rolini ham o'ynaydi. Misol uchun bu narsa qo'yib qo'yilsa, yosh bolalar tortib anaqa tushirib yubora olmaydi. Endi bunimiz narxiga keladigan bo'lsak, narxi 800 ming so'm. Buni kraskalari olovga hech narsa qilmaydigan, juda ham baquvvat, yaxshi kraskadan bo'lgan. Hidi ham chiqmaydi. Keyin bu pechkamizning afzallik taraflari mana bunaqangi taglarida ochiq eshigi bo'ladi. Tagini ochib qo'ysa ham tepalaridan tutun chiqib ketmaydi. Ichlari ham chugullik qilingan, mana ko'rishlar mumkin. Olovga juda ham baquvvat bo'ladi. Erib ketmaydi. Endi xuddi shu holatdagini kraskalanmagan varianti bo'ladigan bo'lsa, bunimiz narxi 750 ming so'm. Bu ham shu tepasi guli bor, orqasi tapchani bor bo'ladi. Mana bunaqangi holatda. Stenalari u bilan bir xil holatda bo'ladi. Agar tapchani yo'q, bunisi ham yo'q bo'ladigan bo'lsa 50 ming so'm arzon bo'ladi, 700 ming so'm bo'ladi. Yana optim oluvchilarga narxlarni bundan ham ancha arzon qilib yetkazib beramiz. Yana bitta ma'lumot, 10 tadan ko'p olganga vodiy bo'yicha dastavkalarimiz bepul. Qo'ni qo'shnilar bilan kelishgan holatda olsalar, bizga telefon qilsalar, yig'ishib yetkazib olib borib beraveramiz. Kimga shunaqangi optim ekonom pechkalar kerak bo'lsa, ko'rishlar mumkin. Juda ham katta ob'yomda ishlab chiqariladi. Bemalol ekrandagi raqamlarga murojaat qilishlar mumkin. Hammaga rahmat.